birinchi tip. 0, mana 0'liklar bor, 0 deganisi bor. 1 bor. Bizda o'zi nechta raqam bor? 10 ta to'g'rimi? Keling mana 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 ta to'g'rimi? Shularning ichidan 0 olaman, 1 olaman, 5 olaman, 6 olaman. Nuqta nechini olaman ekan? 5 ni nuqta 6 olaman. Bular shunday narsaki, har qanday darajasi o'zi bilan tugaydi. Har qanday darajasining o'zi bilan tugaydi. Misol uchun ko'paytirib ko'raylik. 1 ketaveramiz. Ko'paytirganimizda uzun shaklida misol ko'rishim shart emasmi? 5 ham xuddi shunaqa. 5 kare 5 necha? 25. Buni 5 ga ko'paytirsangiz 125. Yana 5 ga ko'paytirsangiz 625. Hozir 5 bo'ladi-da, qisqasi tushuntira oldimmi? Demak, bu nuqta necha bilan tugaydi? 5 bilan. 6 niki, 6 kare 6. 36. Yana 6 ga ko'paytirganimiz uchun yana 6 bilan tugaydi va bu doimiy 6 bilan ketadi. Tushuntira oldimmi? Endi misollarni bitta ko'ramiz, sizlarga qanday beradi? Misol 2026 mi? 2026 ni 2026-darajasini oxirgi xonasi necha bilan tugaydi? 6 bilan. Qaydan bilamiz? 6 daraja ahamiyati yo'q, faqat nima bilan tugaydi? 6 bilan tugaydi deb bo'ladi. Oson ekanmi? Shunda hamma buni. O'sha 4 tasi chiqib ketdi. To'g'rimi? O'chirib yuborsam bo'ladi. Ana endi keyingi ikkinchi tip karera. 4 bilan 9 olamiz. 4 ning birinchi darajasi 4 ning ikkinchi darajasi deyman. Ya'ni juft toq darajalari. Hamma tushunyapti? Juft darajasi 4 bilan tugaydi ekan, toq darajasi-chi 6 bilan tugaydi. Qaydan bildim 6ligini? 4 kvadrat necha? 16. Shundan biladi. Har qanday, mana misol uchun 2024 ning 2023-darajasi necha bilan tugaydi? 2 bilan. 6 bilan. Toq darajasi 4 bilan. 1 deb o'ylaysiz. Necha bilan tugaydi ekan? 4 bilan tugaydi. Hamma tushundimi endi? Ha, ko'rinishni hammasi uzr. Mana bu toq, to'g'rimi? Bir toq son, mana bu juft son. Yaxshi, e'tibor uchun. E'tibor uchun rahmat. Tushunarli bo'ldimi bu? Muammo yo'qmi? Endi yana qo'shimchasi necha ekan? 9 ham xuddi shunaqa. Qaranglar. 9 ni birinchisi 9, to'g'rimi? 9 ning ikkinchisi-chi? 18 mi? 1 bilan tugaydi. Demak, bunda ham toq daraja 9, juft darajachi 1 bilan tugaydi. Misol uchun mana 509 ning